Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz obunachilari. Metr va gazli mashinamiz. Isuzu NPR 82 o'zi hamma kutayotgan to'rovlar qilib o'zi ham bir o'chirib bor mashina mana shu bo'ladi. Zavodga gazlik kelgan. Bu shunaqa sportniy vaziyat, hamma avtosalon har xil kubasi haqida ma'lumot beryapti ekan. Zavod bir xil kuba chiqaradi. Ya'ni qanaqa oldin 485, koroj 20 kubali edi. Hozir yangi kubada, hozir metrlab o'lchab isbot bilan ko'rsatib beraman akalar sizlarga. Ochdim. Metr uzun emas lekin. Necha metr? O 5. Aytdim aka 10. Vot 10. Endi eniga ichidan afishkadan o'lchayapman, tashqaridan o'lchamayapman akalar. 2.12 mi? Ha? 2.12. Agar borani 2.10 da u yoq yoza zo'r. Faner tortsa babram 2.10. To'g'rimi? Faner tortadi babram 1/2 santimetr esa o'ynaydi. Endi tepaga. Mana bu ham bitta o'lchar. Mashina o'lchasak bo'ladimi? Mana shu. Qarayman. Bitta tepadan 2.20 mi? Bo'ldi. 5.10. Ko'paytiruv 2.10. Ko'paytiruv 2.20. 23.5 kuba. Akalar mana. Toza ma'lumot. Hech qanaqa 26 emas, hech qanaqa 25 emas. 23.5 kuba. Zavodga gazli. Yangi keldi. Nasib bo'lsa mijozlarga bitta topshiryapti. Ishlari. O'sha konditsioner, magnitofon, senter zamok. O'sha model. Hali ham Bristol balon. 131 ot kuchlik gazli motorimiz. Hozirda narxi 699 million, shaftnomalar bor, 3 oy, 4 oy o'chirtga qarab balki voqlarroq berib qoladi, balki kechroq beradi, bilmaymiz. Bu shartnomalar bor akalar. Yana qo'shimcha ma'lumotlarni nomer qoldiraman, aloqaga chiqing. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.